Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar. Mashallah mana qor ham yog'ib, qish ham keldi. Qish juda ham zo'r vaqtda o'z aslida. Obidlar ibodatlarga uchun Umar ibn Hattob aytganday, "Ash-shita'u g'animatul abidin", ibodatgo'ylarning g'animati bu qish deganda. Rasululloh alayhisalomning hadis keladi, Imom Ahmad rivoyat qiladi. "As-siyamu fi-shita'i g'animatul barida", qishda sovuqda tutilgan ro'za sovuqda tushgan g'animatdir degan. Qishda tutilgan ro'za sovuqda tushgan g'animat. Ya'ni Hasan Basriyning ham go'zal gapi bor. Ni'maz zaman va shita, zamonlarning, vaqtlarning eng zo'ri qishda. Nega? Layluhu tawinun lil-qiyami va naharuhu qasirun lis-siyami. Kunduzlari qisqa ro'za tutishlik uchun, tunlari uzun namoz o'qishlik uchun mazza qilib deydi-da. Uyqular ham qonadi. Qishda kunduzi qisqa bo'ladi, chanqamaydi, ro'za tutib olib, ya'ni ibodatgo'ylar savoblarni yig'ib oladigan vaqt. Tobiinlardan Ubayd ibn Umayr, ya'ni Ubayd ibn Umayr degan tobiinlar bo'lgan ekan. Qur'ondan dars berar ekan. Aytar ekan shogirdlariga: "Ya ahlal Qur'on, ey Qur'on ahli, namozinglar uchun tunlari uzun bo'lyapti, ro'zanglar uchun kunduzlari qisqa bo'lyapti, g'animat bilib qolinglar" degan ekan.